Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz 3 xil tipdagi skanerlarni razbor qilamiz. Ya'ni ruchnoy skaner, ya'ni simsiz bespроводной Bluetooth orqali ulanadigan skanerlarimiz. Bu skanerlarimiz ko'pincha prixod uchun ishlatiladi, ya'ni tashqariga olib chiqib, tovarni urib, olib kirish uchun. Bularni urish obzorlari juda ham yaxshi bo'ladi. Markirovka uchun mo'ljallangan bo'ladi ko'pinchasi. Eng qulayli tarafi ularni olib chiqib ko'chada urib ko'rish. Ya'ni notebook bilan ko'chaga chiqish shart emas. Ili tovarni prixod operatorlar xonasiga olib kirish shart bo'lmaydi. Skanerlarimizni ko'pincha katta magazinlar olishadi va alkogol, tabachniy magazinlar ishlatishadi. Nimagaki bularda markirovkani urish juda ham oson, ya'ni tovar olib turib, ugledan o'tkazib o'tirmaysiz. Tovar o'zini korobkasi bilan birga olib, bloki bilan birga olib urishingiz osonroq bo'ladi. Bularning raznicasi ko'pinchada 1da yoki 2da skanerligida bo'ladi. 1da skanerlar faqatgina shtrix kod uradi, lekin markirovkani urmaydi. 2da skanerlar shtrix kodda ham markirovkani uraveradi va uzoqligida qancha rastojani olishda bo'ladi. Xo'p. Endi keyingi skanerimiz. Bu portativ skanerlar bo'ladi. Bular dumaloq formada bo'ladi yoki shunga o'xshash dumaloq formalarda. Ikkida turbochey formada. Ko'pincha qiziq savollar berishadi odamlar, nimaga bular raznicasi bor? Ko'p xabarlar yuradi, to что bularning obzorlari kattaroq. Balkim bo'lishi mumkin, chunki bularda ko'proq supermarketlar ishlatadi, ya'ni tovar olib o'tib ketayotganingizda bilsangiz, supermarketda skaner oldida turasiz, tovarimni o'tkazib qo'yasiz klient oldiga. O'shanaqa paytlarda sizga qulaylik tug'diradi. Bu skanerlar esa juda ham yaxshi ishlaydi, lekin obzori sal kichikroq bo'ladi. Va skanerda obzor kichkina bo'lgani uchun siz kichikroq joylarga qo'yasiz, kichkina stollarga qo'yasiz. Bu skanerlarimiz ko'pincha kichkina mini marketlar oladi, bu skanerlarimiz ko'proq supermarketlar oladi. Bu skanerlar 2D va 1D bo'ladi. Xuddi ruchnoy skanerlarga o'xshab, markirovkani ham uradi va shtrix kodni ham urishaveradi ikkalasi ham. Va biz undan tashqari magazinlarning avtomatizatsiyasi bilan shug'ullanamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, chiroyli va kачественный qo'yib beramiz, обучениeni o'tkazib qilib beramiz. Aloqaga chiqinglar.